dunyoga tarannum qilganim uchun men faxrlanaman bolam. Bu o'zbek shaxmatchilarining to'lanishi boshlanishi, biz nasib hali jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman. Rahmat qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Ilohim mana shu niyatlaring bardavom bo'lib, niyatlaring amalga oshsin. Ha, Javohir o'tgan yili prezidentimiz bilan muloqotda jahon shaxmat tojini O'zbekistonga olib kelishni va'da bergan edi. Ana shu maqsadni amalga oshirish uchun bugun Kiprda fenomenal o'yin namoyish etdi. Sovrin jamg'armasi 700 ming yevroni tashkil etadigan 2026 FIDE Xalqaro shaxmat federatsiyasi nomzodlar turnirida 8 nafar dunyo reytingidagi eng kuchli grossmeyster ishtirok etyapti. Anish Giri, Fabiana Caruana, Yi Wei, Matias Blubaum, Hikaru Nakamura, Ramesh Babu, Pragnanandha, Andrey Esipenko. Quvonarlisi dunyoning eng zo'r shaxmatchilarini o'zbekistonlik Javohir yorqin o'yinlari bilan mag'lub etmoqda.